hozirgi zamonamiz bunga yaqqol dalildir, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning kitobi uzoq vaqtlar tilovat qilindi. Hadisi muboraklar uzoq vaqt o'qilindi. Lekin insonlar shirk nima ekanligini bilishmagunlaricha u kitob va sunnatning o'qilinishligi shirk majlislarida o'qilib keldi, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat qilib, o'zining payg'ambarini jo'natayotgan vaqtda Ibrohim alayhissalom kitob va hikmatni ta'lim berib, ularni poklaydigan deb va yuzakkihim keyin kelyapti. Ammo Allohning ijobatida va yuzakkihim yoki ba'zi o'rinlarda va yuzakkikum va yuallimukumul kitaba val hikmah kalimasi tazkiya-i nafsdan keyin kelyapti. Demak, Alloh subhanahu va taolo ishora qilyaptiki, agar inson shirk najasidan pok bo'lmaguncha unga berilgan kitob va hikmatning, ya'ni hadisning ta'limi manfaat bermasligiga ishora bo'lyapti. Mana bu biz takror aytaman, o'zimizning hozirgi hayotimizda bu narsaning namunasini ko'rib turibmiz, birodarlar. Qur'oni Karimlar hatmi qilinyapti. Qur'on hadisi muboraklar o'qildi tarixda, yaqin tariximizda. Lekin bu aksar tekshirib ko'rilganda shirk majlislarida shirkni quvvatlashlik uchun o'qilinganligini mana hammalaringlar guvohi bo'lgansizlar.